Assalomu alaykum, hurmatli Forward mebel kuzatuvchilari. Yaqinda uylanishni rejalashtirib yurgan aka-ukalarimizga ushbu Luna modelimizni tavsiya qilib qolaman. Shkafidan boshlasak, shkafi katta razmerda 2 2.30 qilib ishlangan. Shkafimiz o'ng tomonida erkaklar uchun vishilka hamda shim tortmasi hamda o'zini seyfi ham birgalikda podsvetniy qilib ishlangan. Shkafimizni qanotlari sekretni tipon mexanizm bilan jihozlangan. Bu esa eshiklarni ochib yopishda ancha qulaylik beradi hamda o'zgacha ko'rinishda bo'ladi. Shkafimizni ichki qismiga o'tadigan bo'lsak, ichki qismida kiyimlar taxlash uchun polka hamda pastki qismida ikkita tortmadan iborat bo'ladi. Shkafimizni chap tomonida uzun vishilka hamda o'zini diod lampalar bilan jihozlangan bo'lib, bu esa shkafimizni ko'rkiga ko'rk qo'shib turadi. Ushbu Luna modelimizning divani ham chiroyli chiqqan. O'zini spinkalarida podsvetkalar bilan birga. Biralari ham 3 xil svetda yonadi. Spinkada materiallarni turetskiy yaxshisidan ishlatilgan. Tumbamizda ham sekretniy push mexanizmi jihozlangan. Tremoyimiz ham anchagina chiroyli chiqdi, o'zini led lampalari bilan birga. Tortmalari ham sekretniy push mexanizmi bilan jihozlangan, ichlari barxitli. Ushbu modelimizdan kimgadir narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring, o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.